Senga muhtojman 120 qismda eng og'ir qarama-qarshilik baqiriq bilan emas, bir onaning juda qisqa hukmi bilan boshlanishi mumkin. Agar o'sha ayolni yana bu uyga olib kelsang, seni o'g'lim deb bilmayman. Oldingi gaplar jahlda aytilgan edi deb o'ylash mumkin edi. Lekin bu safar ona gapini qaytarmaydi. Xonadagi hamma uning bu qarorni chin dildan aytayotganini sezadi. Menimcha, aynan shu yerda mojaroning markazi o'zgaradi. Endi gap faqat erkakning qaysi ayol bilan yashashi haqida emas, ona voyaga yetgan o'g'lining hayotini qayergacha boshqarishi mumkin. O'g'il avval ham onasining noroziligini eshitgan, u indamagan, tushuntirgan, ba'zan jahlda javob qaytargan. Lekin kasal onaning oldida men baribir o'zim bilganimni qilaman deyish unga ham oson emas. Chunki onasining sog'ligi yomonlashsa, keyin butun umr o'zini ayblab yurishdan qo'rqadi. Ona esa aynan shu zaif nuqtani biladi. Men tirik ekanman, u ayol bu uyga kirmaydi, deyishi mumkin. Yonida turgan hozirgi xotin ham sukut saqlaydi. Tashqaridan qaraganda ona uning tarafini olayotgandek, ammo menimcha, bu ayol uchun ham juda xorlovchi vaziyat, chunki bir erkak siz bilan qolsa sizni sevganidan qolishini xohlaysiz. Onasi boshqa ayolni haydab, mana shu bilan yashaysan degani uchun emas, shu sabab kutilmaganda u ham gapga qo'shilishi mumkin, uni majburlamang. Ona hayron bo'ladi, axir u aynan shu kelinni himoya qilayotgan edi. Ayol esa o'g'liga qarab, agar bu uyda faqat onangiz xohlagani uchun qolayotgan bo'lsangiz, men ham bunaqa erni xohlamayman, deydi. Xonadagi hisob shu yerda buziladi. Ona o'g'lini boshqa ayoldan uzoqlashtirib, oilani saqlab qolaman deb o'ylagan edi. Endi esa himoya qilayotgan kelinning o'zi, majburlab saqlangan nikoh menga kerak emas, deyapti. O'g'il shu gapdan keyin uzoq vaqt jim qolishi mumkin. Keyin xonasiga kiradi. Hech kim uning nima qilayotganini tushunmaydi. Bir necha daqiqadan so'ng u kichik sumka bilan chiqadi. Onasi darhol, qayerga? Boshqa joyga. Bu safar boshqa ayolning uyga borishini ham aytmaydi. Shunchaki bu uyda qolmasligini bildiradi. Ona avval bunga ishonmasligi mumkin. Bor 2 kundan keyin qaytib kelasan. O'g'il esa javob bermaydi. U kiyimlarini oladi, hujjatlarini oladi, telefon quvvatlagichini ham sumkaga soladi. Ana shu mayda harakatlar onani vahimaga solishi mumkin, chunki bu endi teatr emasligini tushunadi. Odam rostdan ketayotganda katta nutq qilmaydi. U narsalarni yigadi. Ona to'satdan ovozini yumshatadi. Onang kasal bo'lib yotibdi, sen shu paytda ketasanmi? Bu jumla o'g'ilni eshik oldida to'xtatadi. Menimcha, uning eng katta ichki sinovi aynan shu. U boshqa ayol uchun ketayotgan bo'lsa, qaror osonroq ko'rinardi. Lekin aslida u o'z hayotini boshqarish huquqi uchun chiqib ketmoqda. Shu bilan birga, onasi kasal, demak, qaysi tomonga yursa ham kimdir sen yomon odamsan deyishi mumkin. U onasiga, men sizni tashlab ketmayapman, deydi. Ona darhol javob beradi, unda qol. O'g'il boshini chayqaydi. Onam bo'lib qolishingiz uchun men siz aytgan odam bilan yashashim shart emas. Bu gap onaga og'ir tegadi, chunki u o'zini o'g'lining hayotini buzayotgan inson deb ko'rmaydi. Aksincha, uning nazarida u oilani saqlayapti, o'g'lini noto'g'ri ayoldan qaytaryapti, kelinni himoya qilyapti, nabiralarni o'ylayapti. Shuning uchun o'g'lining siz meni boshqaryapsiz degan mazmundagi gapi unga adolatsizlikdek tuyuladi. Ana shu kecha o'g'il uydan chiqib ketishi mumkin, ammo men uni darhol boshqa ayolning uyiga boradi deb o'ylamayman. Bu juda oson yo'l bo'lardi. U mehmonxona yoki ukasining uyida qolishi mumkin, chunki unga ham boshini sovutish kerak. Va aynan shu masofa uyda qolgan 3 ayolning asl holatini ko'rsatadi. Ona jahlda, ketaversin, deydi, lekin har bir mashina ovozida eshikka qaraydi. Telefon jiringlasa, o'g'li deb o'ylaydi, kechasi uxlay olmaydi.
Bir payt aytgan o'g'lim deb bilmayman degan gapi qulog'ida qayta-qayta yangraydi. Chunki odamlar ba'zan bir kishini qo'rqitish uchun eng og'ir jumlani ishlatadi, keyin qarshisidagi inson aynan o'sha gapga ishonib ketib qolsa, o'zi ham tayyor bo'lmaydi. Hozirgi xotin esa boshqa azobda qoladi. U ham eri ketganidan xursand emas, lekin uni qaytarish uchun onasiga, uni men bilan qolishga majbur qiling deyolmaydi. Aksincha, u birinchi marta o'z qadrini himoya qiladi. U qaytsa o'zi xohlab qaytsin. Ona bundan g'azablanishi mumkin. Sen eringni saqlab qolishni ham bilmaysan. Ayol esa sekin, saqlab qolish boshqa, qamab qo'yish boshqa, deb javob beradi. Bu jumla onani yanada qattiq ranjitishi mumkin. Chunki endi hatto o'zi himoya qilgan kelin ham uning usulini rad etmoqda. Shu orada o'g'il sevayotgan yoki xotinim deb atayotgan boshqa ayol vaziyat haqida bilib qoladi. Uning oldida ikkita yo'l bor. Birinchisi, o'g'il onasi bilan urushganidan foydalanib, endi men bilan qol deyishi, lekin menimcha, undan ko'ra kuchliroq burilish boshqa bo'ladi. Ayol o'zi onani ko'rishga boradi. Hech kim uni chaqirmagan, qo'lida kichik meva, dori yoki hol-ahvol so'rash uchun olib kelgan oddiy narsa bo'lishi mumkin. Eshik ochilganda hozirgi xotin uni ko'radi. Ikki ayol bir necha soniya gapirmaydi. U, men janjal qilgani kelmadim. Onaning mazasi yo'q ekan, shuni eshitdim, deydi. Hozirgi xotin uchun ham bu noqulay. U o'z raqibini uyga kiritishi kerakmi yoki eshikni yopishi kerakmi? Oxirida u yo'l berishi mumkin. Chunki kasal odamning holidan xabar olishni ko'cha janjaliga aylantirishni istamaydi. Ammo ona boshqa ayolni ko'rishi bilan yuzi o'zgaradi. Sen bu yerga nima uchun kelding? Ayol sokin javob beradi. Sog'ligingizni so'rash uchun. Ona kulib yuborishi mumkin. Sening rahming menga kerak emas. Ayol darhol ketishga ham tayyor. U olib kelgan narsasini stolga qo'yadi. Unda ketaman. Ammo ona uni to'xtatib, o'g'limni uydan chiqarib, endi mehribon bo'lib keldingmi deb ayblashi mumkin. Bu juda og'ir ayblov. Ayol ham nihoyat o'zini himoya qiladi. Uni men chiqarib yubormadim. Ona, sen bo'lmaganingda ketmasdi. Ayol bir oz jim turadi. Keyin, men bo'lmaganimda ham siz unga tanlash imkonini bermasangiz, bir kuni baribir ketardi, deyishi mumkin. Mana shu gap xonadagi hammani to'xtatadi. Chunki masala endi yomon ayol o'g'limni olib ketdi degan oddiy hikoyaga sigmay qoladi. Ona o'g'lini yonida ushlab qolmoqchi edi, ammo uning vositasi tahdid. Qargish, sendan voz kechaman degan gaplar, uning ichida bu sevgi, o'g'lining ichida esa bosim. Shu paytda kichik o'g'il yoki ukasi ham aralashishi mumkin. U shu kungacha akasini ham tanqid qilgan. 15 yillik oilang bor. Onang kasal. Nima qilyapsan o'zi? Lekin endi u onasining bir narsani tushunmayotganini ko'radi. U onasining yoniga o'tirib, akam noto'g'ri qilgan joylari bor, deydi. Ona darhol, ko'rdingmi? Uka esa gapini tugatadi, lekin siz uni qanchalik qattiq ushlasangiz, shunchalik uzoqqa ketadi. Onaning ko'zlari o'zgaradi. Buni boshqa ayol aytsa, u dushman deb qarardi. Kelin aytsa, noshukrlik deb bilardi. Lekin o'zining boshqa o'g'li aytyapti. Demak, sen ham uning tarafidamisan. Uka boshini chayqaydi. Men hech kimning tarafida emasman. Keyin sekin, men sizni ikkala o'g'lingizdan ham ayrilib qolishingizni istamayman. Bu gap onaning ichiga tushishi mumkin. U birinchi marta o'zining men seni o'g'lim deb bilmayman degan tahdidini boshqa tomondan ko'radi. Agar o'g'li ham, mayli, unda men ham bu uyga qaytmayman, desachi, shunda kim kimni jazolagan bo'ladi? Oradan bir kun o'tadi, o'g'il hali qaytmaydi. Onaning sog'ligi ham asab sabab yomonlashishi mumkin. Hozirgi xotin unga qaraydi. Kichik o'g'il dori beradi, lekin ona bir narsani so'ramaydi. U qayerda? Gururi ruxsat bermaydi. Buning o'rniga telefon qildimi? Deydi. Kichik o'g'il qildi.
Onaning yuzida darhol umid paydo bo'ladi. Nima dedi? Yaxshi ekanini aytdi. Qachon qaytadi? Ukajim, ona javobni tushunadi. Shu paytda u birinchi marta yiglab yuborishi ham mumkin. Ammo bu yigi faqat Ogil uchun emas, o'zining gaplari uchun ham. Eng kutilmagan qadam esa hozirgi xotindan kelishi mumkin. U eriga o'zi telefon qiladi. Uyga qayt demaydi, meni tanla ham demaydi, faqat onangiz yaxshi emas. Keling, ko'rib keting. Erkak keyin yana o'sha gaplar boshlanadi. Ayol uzoq sukutdan keyin men sizni bu yerda qolishga majbur qilmayman. Faqat onangiz bilan gapni tugatmay ketmang. Bu gap uning qadrini oshiradi. Chunki u erini o'ziga tortmayapti, uni onasidan ham uzmayapti. Shunchaki ikkalasini bir-birining eng yomon gapida qotib qolishdan qutqarmoqchi. Kechqurun eshik ochiladi. Ogil qaytadi, sumkasiz, demak. U uyga qaytib qolish uchun emas, gaplashish uchun kelgan. Ona karavotda yotibdi. U o'g'lini ko'rib yuzini boshqa tomonga buradi. Men seni chaqirmadim. Ogil stulni tortib o'tiradi, bilaman. Bir necha soniya ikkalasi ham jim. Ona oxirida o'sha ayol bilan yashaysanmi? deb so'raydi. Ogil bu safar javobdan qochmaydi. Buni o'zim hal qilaman. Ona yana jahllanmoqchi bo'ladi, ammo Ogil gapini davom ettiradi. Lekin sizni tashlab ketmayman. Ona unga qaraydi. Men seni tanlashga majbur qilmayman, deydi u. Siz ham meni majbur qilmang. Menimcha, shu lahza haqiqiy burilish bo'lishi mumkin. Ular hali yarashmagan, ona boshqa ayolni qabul qilmagan, nikoh muammosi ham hal bo'lmagan. Ammo birinchi marta Ogil o'z chegarasini janjalsiz aytyapti. Ona esa o'sha chegarani buzsa, Ogil rostdan ham chiqib ketishini allaqachon ko'rdi. Lekin eng nozik zarba keyin kelishi mumkin. Ogil chiqib ketishga tayyorlanayotganda ona uni chaqiradi. U ortiga qaraydi. Ona bir muddat gap topolmay turadi. Keyin juda sekin, men o'sha ayolni hali ham xohlamayman, deydi. Ogilning yuzi qotadi. Ammo ona davom etadi. Lekin seni ham yo'qotishni xohlamayman. Bu kechirim emas, rozilik ham emas, shunchaki bir ona nihoyat ikki narsani bir paytda tan olmoqda. U o'g'lining tanlovini qabul qilolmasligi mumkin, lekin shu tanlovni yo'q qilish uchun o'g'lini ham yo'qotishga tayyor emas. Ogil hech nima demay chiqadi. Yo'lakda hozirgi xotin turadi, boshqa tomonda esa kichik ukasi. Hech kim yutdi deb so'ramaydi, chunki bu uyda o'sha kecha g'alaba bo'lmaydi. Faqat bir narsaning ovozi o'zgaradi. Avval ona, meni tanla degan edi, endi esa asta-sekin boshqa gapga yaqinlashmoqda. Meni tashlab ketma, lekin men ham seni qanday yashashingni buyurib ushlab turolmasligimni tushunishga vaqt ber. Oldingi voqealarda bir ona o'g'lini yonida saqlab qolaman deb aksincha uni uydan uzoqlashtirib qo'yish xavfiga kelgan bo'lsa, bu safar boshqa uyda ajralish umuman boshqacha ko'rinishda boshlanishi mumkin. Hech kim urushmaydi, hech kim ket demaydi. Bir ayol onasining sog'ligi yomonlashgani uchun Turkiyaga shoshilib ketadi. Lekin ortda qolganlar uchun uning ketgani emas, hech narsa aytmay ketgani og'riqli bo'lib chiqadi. Hadicha avval bu xabarni eshitganda jahl qilmasligi ham mumkin. Onasi kasal bo'lsa, qizi albatta boradi. Buni u ham tushunadi. Lekin bir savol ichida qoladi. Nega menga aytishmadi? U Otabekka qarab, ehtimol juda oddiy gap aytadi. Men uni ketma derdimmi? Otabek, vaqt yo'q edi. Hadicha darhol javob beradi. Telefon qilishga ham vaqt yo'q edimi? Ana shu kichik savol bu oiladagi og'riqni juda aniq ochishi mumkin. Gap samolyot chiptasida emas, gap odamning o'z oilasidagi o'rnini bilishida. Hadicha uchun keyin aytamiz degan qaror shuni anglatishi mumkin. Muhim voqea bo'lganda
uni maslahatlashadigan odam sifatida emas, keyin xabar beriladigan odam sifatida ko'rishgan. Menimcha, aynan shu hissiyot odamni juda qattiq ranjitadi. U baland ovozda, "Men ham onamni sog'inaman-ku" deyishi mumkin. Otabek esa vaziyatni yumshatishga urinadi, u borib keladi. "Bunaqa katta narsa qilma." Lekin katta narsa qilma degan jumla Hadichani yanada jahllantiradi, chunki odamning ranjishini kichraytirib qo'ysangiz, u endi faqat voqeadan emas, tushunilmaganidan ham xafa bo'ladi. Shu orada Turkiyadan birinchi video qo'ng'iroq kelishi mumkin. Uyda hamma ekran atrofida yigiladi. Ketgan opa charchagan ko'rinadi. Orqada shifoxona yo'lagi yoki begona xona. U tabassum qilishga urinadi. Hammasi yaxshi. Bolalar darhol, "Oyi, qachon kelasiz?" U bir soniya sukut qiladi, tez orada. Mana shu bir soniyalik pauzani kattalar sezadi, bolalar esa boshqa narsani. Ular onasini sog'ingan, u ketayotganda ularni uyg'otmagan, xayrlashmagan. Biri hatto jahl bilan, "Meni nega uyg'otmadingiz?" deb so'rashi mumkin. Ona kulib tushuntirishga urinadi, "Siz uxlayotgandingiz, uyg'otgim kelmadi." Bola esa kutilmagan javob beradi, "Men baribir uyg'onardim." Oddiy gap, lekin katta odamni ichidan sindirishi mumkin. Chunki bolalar voqeani "buvisi kasal edi, onam shoshildi" degan mantiq bilan baholamaydi. Ular faqat ertalab uyg'onib onasi yo'qligini ko'radi. Kattalar "zarurat" deydi. Bola esa "meni tashlab ketishdi" deb his qilishi mumkin. Turkiyadagi opa bu savollardan keyin telefonni qo'ygach, yig'lab yuborishi ehtimol, chunki u ikki tomonga bo'lingan. Bir tomonda kasal ona, ikkinchi tomonda o'z farzandlari. Qaysi joyda qolsa ham boshqa joydagi odamga xiyonat qilayotgandek his qiladi. Menimcha, aynan shu hissiyot bu qismga boshqacha chuqurlik beradi. Keyin esa kutilmagan yangilik keladi. Shifokor "Yana bir necha kun kuzatish kerak" deydi. Dastlab 2-3 kunga rejalashtirilgan safar uzayadi. Opa uyga "Balki bir hafta qolaman" deb aytadi. Otabek bir necha soniya indamay qoladi. Chunki shu paytgacha u hammasini bir necha kun boshqaramiz deb o'ylagan edi. Endi esa ish boshqa. Bolalarni maktabga olib borish kerak. Uy yumushi, ovqat, ish, telefonlar, Turkiyadagi kasal ona bilan gaplashish, bolalarning har kuni "Oyim qachon keladi?" degan savoli boshida. Otabek bularning hammasini uddalayman deb yuradi. Ertalab hammaga buyruq beradi, "Tezroq kiyin, choyni ich, sumkangni ol, avtobusga kech qolamiz." Birinchi kun kulgili bo'lishi mumkin, ikkinchi kuni charchoq keladi. Uchinchi kuni esa Otabek bir kichik narsaga portlashi mumkin. Masalan, bola maktab sumkasini topolmaydi yoki nonushtani yemaydi. Otabek birdan, "Bitta narsani aytsam, vaqtida qilolmaysanmi?" deb baqiradi. Uy jim bo'lib qoladi. Bolalar unga qaraydi. Otabekning o'zi ham oz ovozdan chochishi mumkin. U boladan jahli chiqmaganini biladi. U charchagan, qo'rqyapti. Turkiyadan yomon xabar kelishidan xavotirda. Lekin uning qo'rquvi bolaga baqiriq bo'lib chiqdi. Hadicha buni ko'rib, "Shu uchun boshidan hammani xabardor qilish kerak edi" deyishi mumkin. Otabek darhol himoyaga o'tadi. "Yana shu gapmi?" "Ha, shu gap. Men nima qilay? Oying kasal bo'lsa, opang bormasinmi?" "Hadicha, men bormasin dedimmi?" Otabek, "Unda nimaga har kuni gapiryapsan?" Hadicha bir oz jim turadi, keyin eng og'riqli joyini aytadi. "Chunki sizlar meni oilaning ichida deb o'ylamabsizlar." Bu safar Otabek qarshi gap topolmasligi mumkin. Gap chiptada emasligini endi tushunadi. Hadicha qaror qabul qilinishida yo'qligidan xafa. Otabek esa o'sha paytda uni himoya qilaman, xavotirga solmayman deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Mana shu ikki niyat bir-biriga uriladi. Biri "Seni asradim", ikkinchisi "Mendan yashirding".
Va ko'p oilalarda xuddi shunday bo'ladi. Yaxshi niyatning ozi natijani yaxshi qilib qo'ymaydi. Eng og'ir burilish esa Turkiyadan keladigan ikkinchi qo'ng'iroqda boshlanishi mumkin. Bu safar opa video qo'ng'iroq qilmaydi. Faqat Otabekka oddiy telefon qiladi, ovozini pasaytiradi. Bolalarning oldida gapirma. Otabek darhol tashqariga chiqadi. Nima bo'ldi? Opa avval hech narsa deydi. Bu hech narsa juda yomon eshitiladi. Otabek takrorlaydi. Rostini ayt. Uzoq sukut, keyin opa-onaning ahvoli dastlab aytilganidan jiddiyroq ekanini aytishi mumkin. Shifokorlar yana tekshiruv so'ragan. Ehtimol, davolanish rejasi o'zgaradi. Balki kichik muolaja yoki operatsiya masalasi ham ko'rib chiqilayotgandir. Otabek darhol, nega oldin aytmading? Opa charchoq bilan, nima qilarding? Bu jumla Otabekni qattiq uradi. Men nima qilardim? Opa hamma vahimaga tushardi. Bolalar yiglardi. Hadicha ham ketaman derdi. Sizlarda ish bor. Otabekning jahli chiqadi. Demak, endi ham mening o'rnimga sen qaror qilyapsanmi? Bu juda qiziq aylanish bo'lishi mumkin. Bir necha kun oldin Hadicha aynan Otabekka, men haqimda nega o'zing qaror qilding? degan edi. Endi Turkiyadagi opa Otabek uchun xuddi shu qarorni chiqaryapti. Bilmasa yaxshi. Xavotir olmasin. Keyin aytamiz. Otabek birdan Hadichaning ranjishini o'z tanasida his qiladi. Bu yerda menimcha uning qarashi o'zgarishi mumkin. U uyga kiradi. Hadicha, tinchlikmi? deb so'raydi. Otabek avval eski odat bilan ha, hammasi yaxshi demoqchi bo'ladi, lekin to'xtaydi. Bir necha soniya Hadichaga qaraydi. Keyin yo'q, yaxshi emas deydi. Bu kichik tanlov, ammo ularning munosabati uchun juda muhim. U bu safar haqiqatni yashirmaydi. Bolalarni boshqa xonaga yuborishadi. Otabek hamma ma'lumotni aytadi. Hadicha eshitib o'tiradi. Oldingi jahli birdan yo'qolishi mumkin. U faqat qachon boramiz? deb so'raydi. Otabek kim dedi boramiz deb? Hadicha unga qaraydi. Onam jiddiy kasal bo'lsa men bu yerda o'tiramanmi? Mana shu yerda yangi muammo ochiladi. Hammaning Turkiyaga borishi mumkin emas. Bolalar bor, maktab bor, pul bor, chipta bor. Kimdir uyda qolishi kerak. Kimdir kasal onaning yoniga borishi kerak. Birinchi marta bu oila kim ko'proq sevadi? Bilan emas. Kimning zimmasida qaysi mas'uliyat qoladi? Bilan bo'linadi. Otabek, sen borsang, bolalarni kimga qoldiramiz? Hadicha, sen bor. Men ishni tashlay olmayman. Men ham hamma narsani tashlab ketolmayman. Ular bir-biriga qarab qoladi. Oldin oilaviy qarorlar bir necha soatda hal bo'lgandek, endi esa har bir variant boshqa bir odamni qiynaydi. Bundan ham og'irrogi, bolalar eshik ortidan suhbatning bir qismini eshitib qolishi mumkin. Bittasi, biz ham Turkiyaga boramiz, deydi. Otabek, yo'q. Bu kasal-ku. Bilasiz. Unda nega bormaymiz? Kattalar javob topishga qiynaladi. Bola yana, oyim ham qaytmaydimi? Ana shu savol xonani muzlatishi mumkin. Bu bola uchun shifoxona. Chipta, ish jadvali yo'q, bitta qo'rquv bor. Onam ketdi, endi qaytmay qoladimi? Turkiyadagi opa bilan navbatdagi video qo'ng'iroqda bolalar sovuqroq bo'lib qolishi ham mumkin. Biri kameraga chiqmaydi. Ona, qani, meni ko'rsin. Bola boshqa xonada, ko'rmayman, deydi. Ona buni eshitadi. Xafa bo'ldimi? Otabek yolg'on gapirmaydi. Ha. Ona, men nima qilay? Bu savolning to'g'ri javobi yo'q, chunki u onasini tashlab qaytsa, o'zini yomon farzand his qiladi. Bolalari yonida qolsa, ona sifatidagi vijdoni tinchiydi. Shu yerda kasal onaning o'zi kutilmaganda gapga aralashishi mumkin. Kamera uning yuziga o'tadi. U holsiz bo'lsa ham nabirasiga, onang meni tashlab ketolmayapti. Bolam, deydi. Bola, bizni tashlab ketdi-ku. Bu jumla keksa ayolni ham jim qoldiradi.
bir uyda to'rtta avlod har biri oz yo'qotishini his qilmoqda. Keksa ona qiziga muhtoj, qiz bolalariga qaytmoqchi. Bolalar onasini xohlaydi. Otabek esa hammasini bir joyda ushlab turishga urinmoqda. Hech kim yomon emas, lekin hamma kimningdir yonida. Yo'q, menimcha, bu voqeaning hissiy kuchi ham aynan shunda. Keyingi kuni shifokordan yangi xabar kelishi mumkin. Onaning tekshiruvlari rejalashtirilganidan tezroq o'tkazilishi kerak, opa. Otabekka hujjat kerak, deydi. Qaysi? Oldingi tibbiy hujjatlari. Otabek uyda qidiradi. Bir papka topiladi. Ichida eski tekshiruvlar, retseptlar va oiladagilar ilgari ko'rmagan bir tashxis yoki shifokor tavsiyasi bo'lishi mumkin. Otabek sanaga qaraydi. Bu yangi hujjat emas. Demak, onaning sog'ligi bilan bog'liq muammo ular o'ylagandan oldin boshlangan bo'lishi mumkin. U darhol opasiga telefon qiladi. Sen buni bilarmiding? Opa yana jim. Bu safar sukutning ma'nosi aniq. Qachondan beri? Bir muddat. Bir muddat degani qancha? Opa sanani aytadi. Otabekning yuzi o'zgaradi. Shuncha vaqt. Opa yiglay boshlashi mumkin. Oyim aytmanglar degan. Bu safar yashirgan odam faqat opa emas, kasal onaning o'zi ham oiladan haqiqatni berkitgan. Sababi esa juda tanish. Bolalarim xavotir olmasin. Otabek telefonni qo'ygach, stol yoniga o'tiradi. Hadicha uning yuzidan hammasini tushunadi. Nima bo'ldi? Otabek eski hujjatni uning oldiga qo'yadi. Bu bugun boshlanmagan ekan. Hadicha sanaga qaraydi. Uning jahli ham, ranjishi ham bir zumga boshqa hisga almashadi. Qo'rquvga. Endi savol opaning qachon qaytishi haqida emas, balki aksincha, ularning yana kimlari Turkiyaga ketishi kerak. Uy ichida tezda reja tuzila boshlaydi. Chipta narxlari ko'riladi, pasportlar tekshiriladi, bolalarni kim bilan qoldirish haqida gap ketadi. Otabek ish joyiga qo'ng'iroq qiladi. Hadicha ham sumka tayyorlashni boshlaydi. Bolalar eshik oldida turib ularni kuzatadi. Bir necha kun oldin ular faqat oyim qachon qaytadi deb so'ragan edi. Endi kichiklardan biri stol ustida ikkita pasportni ko'rib qoladi va bu safar hech kim so'rashga tayyor bo'lmagan gapni aytadi. Endi sizlar ham ketasizlarmi? Hadicha qo'lidagi kiyimni to'xtatadi. Otabek boshini ko'taradi. Bola atrofdagi sumkalarga qaraydi. Keyin sekin qo'shadi. Unda biz kim bilan qolamiz? Hech kim darhol javob bermaydi. Chunki shu lahzada kattalar nihoyat bir narsani ko'radi. Ular kasal onaning yoniga borish uchun oilani yig'ishga urinmoqda. Ammo ortda qoladigan bolalar buni yana hamma meni tashlab ketyapti deb his qilishi mumkin. Shu kecha sumkalar tayyor turadi, chiptalar hali olinmagan, telefon esa yana jiringlaydi. Turkiyadagi opa. Otabek tez ko'taradi. Ammo bu safar telefonning narigi tomonidan opaning ovozi emas, begona erkakning, ehtimol shifokorning ovozi eshitiladi. Oilaning yana bir a'zosi bilan gaplashishimiz kerak. Otabek tik turib qoladi. Hadicha uning yuziga qaraydi. Bolalar ham jim. Bir necha soniya ichida uyda hamma tushunadi. Ular Turkiyaga bormaslikni ertaga hal qilmaydi. Balki bu qarorni aynan shu telefon qo'ng'irogining keyingi jumlasi ular uchun chiqarib qo'yadi. Turkiyadan kelgan qo'ng'iroq bir oilani yo'lga tayyorlayotgan paytda. Boshqa uyda ham chamadon ochiladi, faqat bu safar hech kim kasal qarindoshning oldiga shoshmayapti. Bir erkak shunchaki charchaganini aytib qishloqqa ketmoqchi. Tashqaridan qaraganda bir haftalik oddiy dam olish, lekin xotini uchun bu chamadonning ichida kiyimdan ko'ra ko'proq narsa bor. Yillar davomida yigilib qolgan shubha, 200 haqidagi yolg'on va meni aldading degan ranjish. Xotin avval erining qishloqqa ketaman degan gapiga uncha ishonmasligi mumkin. U ilgari ham jahlda aytilgan gaplar 2 soatdan keyin unutilganini ko'rgan. Shuning uchun sumkasiga ko'ylaklarni solayotgan